19-mart 2026-yil Ozarbayjon bodom. Mana endi o'g'inish payt arafasida turibdi. Mana oldi bitta ikkita gulladi. Kech gulladigan bodom bu, eng oxirida gulladi bodomlar ichida bu ham. Shu yosh tanalardan meva yo'q shoxlarda. Ko'rishingiz mumkin bemalol. Mana ertangi gullagan bodomlarga ko'p joylarda sovuq ta'sir qildi. Bular endi mana uyg'onadi. Xudo xolasa meva ham yaxshi qiladi degan umiddamiz. Buni ko'chatdan bor, boqilaman deganligi. Ko'chatlardan ko'paytirib qo'yamiz. Oktyabr oyiga tayyor bo'ladi. Bunun hammasi bag'imiz Ozarbayjon bo'ladi. 2 gektarlik bag'imiz.